Assalomu alaykum. Bugungi video qo'llanmamizda sizlarga mentor sifatida o'quvchi yuborgan taklifni qanday qilib qabul qilishni ko'rsatib beramiz. Mentor shaxsiy kabinetida foydalanuvchi biriktirish bo'limiga o'tadi. Bu yerda unga o'quvchilar yuborgan taklifni ko'rishi mumkin. Bu yerda takliflarni holatlarini ko'rishimiz mumkin, ya'ni holati yuborilgan va bekor qilingan, holati yuborilgan va tasdiqlangan, yuborilgan va ko'rib chiqish uchun yuborildi. Biz esa ko'rib chiqish va yuborilganni tanlaymiz. To'liq tafsilotlarni ko'rish uchun ko'rish tugmasini bosamiz. Bu yerda ko'rishimiz mumkin, o'quvchining shaxsiy ma'lumotlari mavjud. Bu yerda o'z mentorning shaxsiy ma'lumotlari. Agarda taklifni qabul qilmoqchi bo'lsangiz, tasdiqlash tugmasini bosishingiz kerak. Shunda o'quvchi mentor bilan bog'lanadi va keyingi bosqichga o'ta oladi. Tasdiqlash tugmasini bosamiz. Va ko'rib turganingizdek taklif holati tasdiqlandi holatiga o'tdi. Shunday qilib mentor o'quvchidan kelgan taklifni qabul qiladi va uning shaxsiy kabinetiga biriktiradi. E'tiboringiz uchun rahmat.